Yetib kel. Sani ko'ray dedilar. Keyin hali xuftonim o'qimagandim. Keyin o'qib bo'lib bitta kirsam Telegramga уже bilet tashatdilar-da, menga bilet olganlar. Bileting 1,5 soatdan keyin samolyoting uchadi. Yo'q, 1,5 soatdan keyin registratsiya tugaydi dedilar. Tez bo'l dedilar. Tapir uyqusirab uxlamoqchiligim ham esimdan chiqib ketib, nima olishim kerak edi, qatdan olishim kerak edi deb chimodanga solib saharda chiqib ketganman. Ovoz. Shunaqa ovozlari. Deb gapiradi. Bariton dermidi, nima derdi? Alhamdulillah, erkak bo'lsa shunaqa bo'lsin degan ovoz to'g'rimi? Men har doim aytganman-ku, ovozlari yo'g'on deb. Bu erkak kishiga yarashadigan ton, baritonmi? Shunaqa.